Özün bulup yaşamamda deydi bir turduşumuz. Özü buluş bu nait asan bolgan bolsa, nurgun kişilerimiz Einstein, Edison, Newton okşaş, dağınlık şəxslərə okşaş muvaffaqiyat qazanıb ötəlgən buladı. Hem özün bulup yaşaş manga tutilgen bolsa, men şularga okşaş muvaffaqiyat qazana algan buladım turduşlar. Lekin hem de bir yer bana özünüz bulup yaşaң desiniz, bana bu gap to'g'ri kelmaydi. Çünkü men hali ham özüm bulup yaşayotiman. Bu fakat ve fakat turduşlarning ma'naviyatini qandirish uchun kunda 5 minut yoki 10 minut vaqtimni chiqarib azroq film ishlab turg'u yo'llab turyapman turduşlar. Fakat ve fakat bu mening o'zimning boshqalarga bo'lgan azroq bo'lsa-mu foydali tarafim. Shunga turduşlar, endi bir muvaffaqiyat qozonish uchun yo'lga chiqqan insonni oldin nurg'un ochiq gap so'z, hattoki har xil bir narsa yig'ib ketgan ahvol ostidami u yo'lga chiqib bo'lgan ekan, irodasi kuchli bilan bo'lsa muvaffaqiyat qozonish yo'lidan hargiz qaytmaydi turduşlar. Shunga turdoshlarim, menga yaqindan qo'llab quvvatlab bergan bo'lsanglar, men chuqur yana nurg'un yaxshi bo'lgan asarlarimni turdoshlarining ma'naviyatiga sunib, shularniki kunlik turmushni teg'im etgan bo'ladim turdoshlarim. Turdoshlarimga rahmat, yana bir qitim qo'llab bergan bo'lsanglar.